Assalomu alaykum do'stlar. Hozir yonimda bir Assalomu alaykum hammaga. do'stimiz turibdi, akamiz turibdi. Bu kishi bilan adashmasam bir 7-8 yil oldimmi bilmayman, necha yil oldin. Ancha bo'lib qoldi. Juda yaxshi hamsuhbat bo'lgandik. Yana mana uchrashdik. Xudo xolasa. Biznes haqida, hayot haqida, psixologiya haqida, kitoblar haqida maza qilib suhbatlashamiz bu kishi bilan. Kirib ketamiz. Gap yo'q. Men ham sizni yo'qotib topganimdan keyin. Qanday topib oldingiz? Rosa qidirdim, telefonlarimni ko'rdim, chiqmadi. Keyin o'yladimda, to'xtadim. Shahzod aytgandi, bu kishi akam bo'ladi, yaxshi taniyman degandi. Shahzodga telefon qildimda, boya bugun oldimda, keyin telefon qildim sizga. Zo'r. Bir qarang, bitta qiziq narsa bor. Bitta Qorasuvning o'zida yashaymiz, oddiy joyda yashaymiz, lekin hayotda bu. Umuman liniyamiz bir bo'lgandan baribir hozir ko'rishyapmiz. Oradan necha yil o'tdi? 4-5 yil o'tdi, adashmasam. Ko'rishyapmiz, lekin o'sha paytdagi fikrlarimiz bilan hozirgi fikrlarimiz baribir to'g'ri kelyapti va liniyamiz to'g'ri bo'lgani uchun mana yo'l ayrildi, keldi, yana qo'shildi. Bitta to'lqinga tushyapti. Bu degan nima? Masalan, bu boradigan manzil, mo'ljallangan, qo'yilgan maqsad bitta tarafda-da. Boshqa yo'llar bilan keldik-ku, yana yo'limiz lekin kesishdi, to'qnashdi bitta yo'lga. Xudo xolasa. Rahmat, boringizga shukr. Endi yangi narsalar. Mana shunday do'stlar hammaga nasib qilsin. Akamiz, Alisher akamiz. Sog' bo'ling aka.